Albatta, bu holatda arbitrlar xohlaysizmi yoki yo'qmi, bosim o'tkazilayotgan klub futbolchilariga jiddiy bo'lsa-da, o'zi xohlamagan holda yon bosadi. Kuni kecha ham aynan shunday bo'ldi. 2006-yildan jonajon klubimni aktiv tarzda kuzatib va qo'llab-quvvatlab kelsam, Mourinho paytidan beri bunday yuqori haroratlarda o'tiladigan klassiko ko'rmagan edim. Sababi klassiko bu nafaqat futbol, balki siyosat, zabon va ozodlik uchun kurash. Kechagi klassikoda esa meni shaxsan kutgan narsam kamida 10 ta yoki 15 ta sariq kartochka va lekin kartochkaning birinchisi Madridlik klub ustoziga ko'rsatildi. Ana endi yana bir narsa, referilar press konferensiyasidan so'ng futbol olamida atom bombasi portladi. Dastlab Don Carlo va yosh iste'dodli xonanda to'ylarga chiqsam bo'lar ekan. Don Carlo va Modric ishtirokidagi jurnalistlar bilan uchrashuv, so'ngra final avvalidan ikki klub prezidentlari o'rtasidagi kechki ovqat va undan so'ng Real jamoasining kechki ochiq mashg'ulotlari birin-ketin atmen qilindi. Final avvali oqshomining deserti mumkin Flotoga Peresga tegishli bo'lgan Madrid gazetalari birin-ketin Real finalda qatnashmaydi deb jar sola boshlashdi. Yumor hissiga ega va shustri bo'lgan Celta esa finalda Realni o'rnini egallashga tayyor ekanliklarini e'lon qilishdi. Madridlik klub esa o'z o'rnida hakamlarni alishtirish kerakligini va shundagina maydonga qadam qo'yishini aytgan. Tushunib turganingizdek, agarda Real uchrashuvda qatnashmasa, jamoaning keyingi yili kubokda qatnashishi